Xullas, onam sochi shu qadar ko'p to'kildi, men o'zim shokka tushdim. Uni bir damlama to'xtatdi. Buni keyingi videoda aytaman degandim, esimdan chiqib ketibdi. Bugun shu videoni joylab qo'yaman. Like bosib, boshqalarga ham ulashib qo'ysanglar, soch to'kilishiga eng arzon dori haqida ma'lumotga ega bo'lishadi. Damlamamni ko'rib esimga tushib ketdi. Men ham haligacha ichaman shuni. Xullas, jarrohlik amaliyotini o'tkazgandan keyin onam boshini yuvishimga to'g'ri keldi va yuvdim. Shu qadar ko'p soch to'kildi, onamdan yashirdim. Lekin onam vaqt o'tib o'zi bilibdi soch shunchalik ko'p to'kilayotganini. Nimadan to'kilgan buni bilmaymiz. Keyin odam bir ma'lumotni eshitib qolibdi. Xullas, rasmini joylashtiraman, o'zingizlar ham yaxshi bilasizlar. Qalampir mo'nchoq har kuni 25-30 donasini 1 litrli bankaga solib, qaynagan suv quyib, damlab, ertasi kuni ertadan to kechgacha choy o'rniga chanqoq bosti uchun ichadigan bo'ldilar. Qisqa fursatda, adashmasam 1 hafta yoki 10 kunda soch to'kilishidan shundoq to'xtadi. O'zimiz ham hayratga tushdik. Sochim to'kilmay qoldi dedilar. Nimadan desam, shu damlamani ichyapman, qalampir mo'nchoq shunaqa yordam beradi deb eshitdim. Haqiqatda yordam berar ekan deb menga ham tavsiya qildi. Chunki men ham kitob o'qib o'tirgan joylarim, ish qilib o'tirgan joylarimda sochlar rosa ko'p bo'lib qolardi, to'kilaverardi sochim. Xullas, keyin men ham ichishni boshladim. Ozishga ham, sochni ildizlarini mustahkamlashga ham yordam berib, to'kilishini to'xtatadigan vositaligini sezdim o'zim ham va boshqa ixlos qilganlarga ham ushbu ma'lumotlarni ulashdim. Balki foydalanishayotgandir.